أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. الأيمان yani yeminning ko'pligi qasamlar. Qasam ichish bor. Aslida Uyg'ur tilida buron qilganda ant deydi. Ant ichish deydi. Turklar shunda deydi hozir ant ichish. Bu qasam hamda. Shu arabcha qasam degan so'z Uyg'urchada hozir shunda ishlatiladi. Yani yemin bu ayman degan, yemin deganning kelib chiqqan shunami? Yemin degan arab tilida kuch-quvvatni bildirdi. Quvvat. O'ng qo'l masalan nima shu yemin deydi, chunki kuchli qo'l bo'lg'achqa yemin deymiz. Yani quvvat, qudrat, iqtidor degan ma'noda. La akhadna minhu bil yamin, bil quvva, bil qudrat. Endi mana qo'lni shu a'zoni, o'ng qo'lni yani yemin deydi. Yani şeriat şuada istilahda yemin degan taqviyatu ahad tarafayil xabar bil muqsam bihi. Yani qasam qilingan ash narsa bilan ash xabarlamoqchi bo'lgan ash ishni kuchlantirishdan iborat. Biz bir narsani qattiq kuchlantirib demoqchi bo'lsak, shu qasam qilimizga maqsad shu. Va hadal kitabu yanqasimu awwalan ila jumlatayn. Bu kitabul ayman ikki bo'limga bo'linib ketadi. Birincisi fi ma'rifati durubul aymani ve ahkamiha. Qasamlarning turlari qancha xil bo'ladi? Uning har birininki hukmi qanday bo'ladi demoqchi. İkincisi fi ma'rifatil ashya'ir rafi'ati lil aymanil lazimati ve ahkamiha. Yani haqiqatan bir qasam vujudga chiqdi desak, bu qasamda turish kerak. Shunga ayman lazim bo'ldimda. Mushuni endi qanday qilsak bu qasamni bekor qilayotgan bo'ldi. Ondan ashu lazim bo'lgan aymanlarningki ahkamlari qaysi? Munaqida qasamlarning nimasi? Birinchi bo'limga kelsak, va hadil jumla fiha thalathatu fusul. Bunda 3 fasl bor ekan. Birinchi fasli fi ma'rifatil aymanil mubahati va tamyizaha min g'ayri mubaha. Mubah bo'lgan qasamlarni mubah bo'lmagan qasamlardan ayirish. Qasammo nechturlik. Masalan, normal ahvolda shariat yo'l qo'ygan doirada qasam qilish mubah. Endi ba'zi bir shariat cheklagan ishlarni qilaman deb masalan boshqani ziyon urdigan yoki islom cheklagan lafzlar bilan qasam qilish, Mavla cheklangan qasam doirasi. Falonni o'tiribdimi vallahi dedim. Qasam, lekin begunoh jannat o'tirish islom cheklangan. Unda o'niki bu aram qilingan, cheklangan qasam doirasiga kirdi. Demak, shu bobda, shu birinchi faslda qanday qasamlar cheklangan, qaysi cheklanmagan, buning ahkamlarini, masalan, makruhmi bunda qasam qilish, harammi, ya vojibmi, ya mubahmi demak. As-sani fi ma'rifatil aymanul lagwiyyah wal mun'aqidah. Yemin lag'u degan maqsad qilinmagan, munaqida degan maqsad qilingan qasam. Ikkisini tunib yetish deydi. Qaysi hisob qiladigan qasam, qaysi hisob qilmaydigan qasam. As-salisu fi ma'rifatil ayman allati tarfa'u al-kaffara wallati la tarfa'uha. Uchinchi fasl kaffarat bilan buni yug'ishtirayotgan bo'lgan qasam, kaffarat ba'simi yug'ishtirib olmaydigan qasam qaysi? Odatda masalan, men bunday ishni qilmayman, vallahi deb qasam qilgan bo'lsa, faloni bilan kurashmayman deb qasam qildimiz. Yoki cho'qim bunday ishni qilaman deb qasam qilgan bo'lsa, keyin qasamga zid ish qildi. Esa kaffarat rasi bo'ldi. Lekin masalan, yamin g'ammustak, bunday qasam qilib qolsa, kaffarat rasimi balki bir ko'pincha olimlar kaffarat bilan ishtirok bo'lmaydi, yug'ishtirmaydi deb qaraydi. Qamus degan kishining haqqini yeyilish uchun, yoki bir narsaga tinib turilish uchun, ishqi ma'lum sabab tufaylidan yolg'ondan qasam qilsa, o'tib ketgan ishqa. Bu yemin qamus deydi. Ya'ni ash egisini do'zaxning o'tiga unda chumuritadigan qasam degan. Buning hukmi chiqdi tarifi. Bu ish nazrlar ancha farqli ketmaydi ekan. Nazrga yiqilishib qoladi odamlar. Nazrmi alqa narsani kuchab o'z ustiga olishdi iborat. Ma yemin degan kuchab zodi men bunda qilma yoki bunda bo'lg'anta deb turilish iborat. Ikkisi yaqin bir narsa. Keyin ma'nodan kafarat keltirmoqda. Nazrdimi kafarat qildigan nima bor? Shu nazr bilan yemin ikkisi bunda yiqilishib qolgan bir yava, shu doir va shu yerda ikkisi bir-biriga kirishib ketgan ahvolda kafarat kelamdi kammi degan masala. Bu shu birinchi faslda chiqishi mumkin.
Qasam degan ulug' narsa bilan, masalan, islomda Alloh bilan qasam qilamiz. Alloh bilan qasam qilib bir narsani da ta'kidlab, mushunda yoki cho'qim bunda qilaman deyish, bu qasam bo'ldi. Nazr degan cho'qim men kelajakda bunda qilaman yoki bunda qilishni o'z ustimga olib oldim degan iborat. O'ziga bergan bir va'dadek. Al-fasl awwal fi ma'rifat al-ayman al-mubahati wa tamyizha min ghayriha. Qanda qasamlarni qilish mubah, qaysini qilish mubah emas, buni ayirishda deydi. واتفق الجمهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشرع أن يقسم به. Ko'pchilik olimlar ittifoq kelgan joy shuki, shariatda qasam qilsa bo'ladigan narsa bor. Qasam qilgan chaqda osh narsani tilg'ab turib qasam qilsa bo'ladigan narsa bor. Ana ba'zi narsalar qasam qilish bo'lmaydi. Masalan, billat va al-uzza deb qasam qilish bo'lmaydi-ku. Cheklangan narsa bor. Qasamni Alloh bilan, Allohning ismlari bilan qasam qilgan. Vaqtalafu ayyul ashya allati hiya bi hadhihi sifat. Ana o'sha qasam qildigan ismini atab turib qasam qildigan narsalar qonundan qasam qilish bo'ldi, qonundan qasam qilish bo'lmaydi deganda ixtiloflashdi. Faqala qawmun innal hilfa al-mubaha fi ash-shar' wal hilfu billah. Bir guruh olimlar, ya ko'pchilik deyish mumkin. Shariatda mubah deb qaralgan qasam, Alloh bilan qasam qilish ham shu. Allohdan boshqa bilan qasam qilish osiy bo'lgan bo'ladi deydi. Asa jumhurning qarashi. Endi Allohdan nima Allohning ismi sifatini ixtilofamiz bunda. وقال قوم بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع. Bular debdan shariat ulug'lagan bir narsa bo'lsa, masalan Ka'ba, Qur'on, endi masalan Ka'ba bilan qasam, Qur'on tutibray, Misrlik va nabiy deb qo'ysa shu, payg'ambar bilan qasam degan. Shariat ulug'lagan, shariat ulug' deb qaralgan narsa bilan qasam qilsa, masalan Qur'on, Ka'ba, shunama, shunda haqqul muslim, Allah Ta'alaning izzati degandek, bunda qasamni qilib qolsa demakchi. Bo'ladi deydi. Chunki bu shariat ulug'lagan narsa ekan, sen ulug'sang shariatga uyg'un bu demakchi. Wallazina qalu innal aymana al-mubahata yal aymanu billahi. Shariat mubah qilgan qasam, shariatga uyg'un qasam shu. Alloh bilan qasam qilish degan olimlar, ko'pchilik olimlar bular Allohning ismi bilan qasam qilsin bo'ldi dedi. Bi asma'illah. Masalan, Var-Rahman Manda deb qasam qilsin bo'ldi. Odatda bizda vallahi billahi tallahi degan qasam siyg'lar bor-ku. Undan boshqa masalanda Allohning ismi bilan Var-Rahman val Mutakabbir masalan val Xoliq degandek manda sifat bilanmi qilsa bo'ldi. Vaqtalafu fil ayman allati bi sifatihi wa af'ali. Endi sifat va fe'llar bilan qasam qilish degan sal ixtiloflashibdi. Xoliq degan bu sifat, lekin bu ism deyilgan sifatlar. Endi ma sifat bilan bunda ilib aytsak, masalan al-xalq, qudra, ar-rahma, ma sifat tarisi. Va qudratullohi taala deb qasam qildi. Va izzatullohi va qudratullohi. Manda da qasam qilish so'z deganda ixtilof bor. Va af'ali de. Alloh taolaning insonlarni yaratganligi bilan qasam dedi masalan. Ashi bir fe'lni turib qasam qilish. Bu hamda Alloh taolo o'zi bilan qasam qilganda o'xshash. Alloh taolo bu ishi, bu sifati, bu ismi Alloh taoloning zoti bilan qilgan bilan o'xshash. Uning cho'masi yo'q. Wa sabab ixtilafihim fil hilfi bi ghayrillah min al-ashya' al-mu'azzamati bish-shar'. Hamda islom shariatida ulug' deb qaragan narsalarda Allohdan boshqa, Allohning islom shariati ulug' deb qaraydi, nima? Allohdan boshqa shariat ulug' deb qaragan narsalardan Ka'ba, Qur'on degandek masalan Nasıldan qasam qilsa bo'ladi bu deb talashtasning sababi Qur'on Karimning oyatining zohiri hadisga ziddak ko'rinib qolgan ahvollar. Va dalika annalloha qad aqsama fil kitabi ashya'a katira mithla qawlihi was-sama'i wat-tariq. Qur'on Karim qarasak Alloh taolo nurg'un oyatlarda o'z yaratgan narsalardan qasam qilgan. Was-sama'i wat-tariq wal-layli wal-'asr masalan. جبوة والنجم إذا هوى إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في القرآن. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. Yani hadiste Resulullah mundaqtigan. Allah Taala sizlarni ota-bobolaringlar bilan qasam qilishdan to'sidi. Kimiki qasam qiladi ekan, Alloh bilan qasam qilsa yoki og'zini yumson deydi. Undan keyin Qur'on Karimda Alloh Taala shunda nasl bilan qasam qildi. Biz Alloh Taolani mush qasam qilish masalasi Alloh Taolani do'rib qilsak cheklanmaydigan masala demoqchi bo'ldi. Alloh Taolo Qur'on Karim qildi. Qur'on Karimda bunda qasam qilish bor. Undan keyin biz bu qilsak bo'ldi ekan degan bir mazmun chiqdi deydi. Endi bu hadischa ota-bobolaringlar qasam qilmanglar, Alloh bilan qasam qilmadi. Demak, sama va tariq va kaza ashu va najm bilan qasam qilma degan gap chiqdi. Hozir bir-biriga zid keldi demoqchi.
Endi Alloh taolo Qur'on Karimda nima uchun shunday narsalarni qildi desa, bu narsalar Alloh taolaning shunda ajoyib maxluqlarning jumlasidan bo'lgan ekan. Inson shuningga qarasa, tafakkur qilsa, Alloh taolaning qudratini ko'rsatib turgan ajoyib maxluqlar bo'lgan ekan. Buning balki insonlar hayotida roli cho'ng, favqulodda ahamiyatli narsa bo'lg'achqa Alloh taolo shuni qasam qilgan. Hatto Alloh taolo Rasulullohning hayoti bilan qasam qilgan. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun dedi. La'amruka. Rasulullohning umri bilan qasam. فمن جمع بين الأثر والكتاب القرآن ولا المشاهدة جملة بقلوات بأن قال إن الأشياء الواردة في الكتاب المقسوم بها فيها محذوف القرآن الكريم ده وقسم قلنا الناس ده محذوفات محذوف مقدر وارد وبصوا الله تبارك وتعالى دبته وتقدر ميكم مثلا هو رب النجم ورب السماء يعني وخالق النجم وخالق السماء ديندي قال بندات شنو قاسم الأيمان المباحي هي الحلف بالله فقط مش هذا كيف شو ده أنا مقدر ومندات شنو مش بندات تروبته لكن بو تقدير هذا ثلاث الأصل عدم التقدير شنو ومن جمع بينهما بأن المقصود بالحديث إنما هو ألا يعظم من لم يعظم الشرع يعني من دا جمع قال لكن حديثن مقصد شريعة ولغة قرمغان ناس ulug'lan maslak qilindi bu yerda. Bidalil qawli fihi innalloha yankum an tahlifu bi abaikum. Ota-bobolaringizga qasam qilishni to'sidi Alloh taolo dedi. Ota-onani unda ulug' darajaga qo'ymagan islom dedi. Undan sen shariat ulug'lamagan narsani ulug'lagan bo'ldi deydi. Lekin boshqa narsani jo'rsa shariat ulug'lagan bo'ldi demoqchi. Va anna hada min babil khas urida bil am. Bu umum nas ko'rsatilgan xas dalildan iborat debdi. Ya'ni al-khas degani al-hilfu bil aba. Ota-bobolaringizga qasam qilmanglar dedi. Xas bir narsani dedi-ku. Umum narsa shu desa, islom shariati ulug'lamagan hamma narsa shuni qatori shirk. Bir tayoq bilan aytaymiz deydi. Ammo ulug'lagan narsa bo'lsa, buldi buningda deb turibdi. Bulardan nima deydi ekan? Ajazal hilfa bi kulli mu'azzamin fi shar'. Shariat ulug' deb qargan har qanday narsalar qasam qilish buldi. Ka'ba, Qur'on degandek. Fa idan demak bu yerda sabab ixtilofim nima? اختلاف في بناء الآية والحديث مش آيات الله حديثنا çıkışını kanda birbirine kiriştirişti ibaret. Ya ki ayetine hadis boysunlarımlık, hadisine ayet boysunlarımlık mı? Ve amma men mena'al hilfe bi sıfatillahi ve bi ef'alihi fadaifun. Allah Teala'nın sıfatları fiilleriyle kasam kız bulmayı da çekleyenlerin delili aciz değil. Çünkü aman o Allah'ın bizden Allah'da tutsaşkan Allah Teala'nın zatından çetişlik neresi. Daha kim buluş gerek değil. وسبب اختلافهم هو هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم فيه بالاسم فقط يعني هذا ثلاثة سبب بغناس أش حديثة من كان حلفا فليحلف بالله ده شنو Allah'ın ismiyle buldaşır. Allah'ın ismiyle bağlandı bu ya ki onun sıfat fiillerine ötemdi o de. لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير. لكن Allah da bunun qasam qilsa o sıfatlar bilan fiillar bilan qilmaysa deganlik bu qattiq qatmanlikdan iborat. Ve hu ashbah bi madhab ahli zahir. Zahirning qatmanligiga baklam tushib qoladi, o'xshab qoladi. Ve in kan marwiyan fil madhab hakahu al-Lakhmi an Muhammad ibn al-Mawaz. Al-mazhab nishada Maliki mazhab. Maliki mazhabda rivoyat qilingan bo'lsa-mu, buni Lakhmi ibn al-Mawazdan rivoyat qilgan. Ba'ndi Maliki mazhabda bo'lsa-mu, lekin bu Zahiriyning tabiatiga maskab qoladi bular. Bunda dedi, mushalam bo'ldi, boshqa bo'lmaydi deb turadish. Allah'ın aşı sıfatları mı? Ulug Allah'ın sıfatları olan iken buluş gerek. Lakhmi ya da Abul Hasan Ali ibn Muhammad al-Lakhmi. Lakhmi diyenlerimiz şu Afrika tarafından, şu Andalus tarafından alimleri. İşbiliya mesela. Lakhmi diyen belki bu bir sabığa tutuşan bir nispet olsun mümkün. Mesela Fatihi'nin sabıldığım birisi. Bu mudavvanına şerletken, tabsira da kitap vakim var. 478. yılı Hicriye'nin vefat olan alimken. Bu Muhammed ibn Mawaz'da hikaye qildi. Muhammed ibn Mawaz degan bu Abdülmelik ibn Majishunning shogirdi ekan. Muhammed ibn Mawaz. Bu o'z zamonida 269-yilda Bag'dodda yashab, Maliki mazhablarining shu imom bo'lib ketgan. Mawaziyya degan bir kitоб bor ekan. Ya'ni Imom Malikdan rivoyat qilgan qarashlarni to'plagan bir Mawaziyya deb kitоб bor.
Demek şu Muvaz'ın bunda bir qarashni hikoya qilib qo'yibdi Maliki mazhabda. Lekin bu Zarilning nimasiga bakrak o'xshab ketadigan qarashga nima? Va shazzat firqatun famana'atil yamin billahi azza va jalla. Bu shaz bir guruh chiqib olib, Alloh bilan qasam qilsin bo'lmaydi demoqchi. Vel hadisu nassun fi muhalefetin. Hadiste aniq tursa Alloh bilan qasam qilinish bo'lmaydi ekan. Oyda deb qo'yibdi. Alloh bilan qasam qilish degan Rasulullohning sharikatlarida, sahobaning sharikatlarida hammasi aniq bor tursa, Rasululloh vallazi nafsi biyadi deb qasam qilgan tursa, vallohi deb qasam qilgan tursa, Alloh bilan qasam qilma. Allohning ismi, sifatlari bilan ma'qul bo'ldi. Ko'ngil xotirjam bo'ldim. Endi bu o'ttirda cheklangan narsa emas, lekin islom shariati ulug' deb qaragan bir narsa bor. Ka'ba deymiz, Qur'on deymiz masalan. Payg'ambar bunda olgan ekan, bu ba'zi bo'lmaydi. Hadisda shu Alloh bilan qasam qilsan degan turani bu bir xil o'ttirda qolgan masala bo'ldi. Ko'ngil xotirjam bo'lish uchun qasam qilgan odam, to'g'rini qilish uchun Alloh bilan qasam qilsa masala tugaydi. Gumonliq doira bo'lgan ekan bu. Dama yaribuka, ila ma la yaribu. Belki aldığımız iki yol var. Bir yolunda bazı yerde mangılanmaydıgan, maşini mangılanmaydıgan ihtimallığı var. Bir yoluna dağdan silik yolu olsa biz karnını mangılayız. Evet, uçuk yolda mangılayız. Bakalım yolu çirep andın, özgürlüğüne ağırcılık düşer kılır. Şu kasam kıygan çağda, aşında. Hiç çıkkanda şamal ötmeydi gavlette. Kasamın çıkılması gerek. Kasam kılıçtan mecbur olup kaldın. Zaten kasam kılırsan bu madga vakit gelsen. Kasam kıl, bu çağda Allah olan kasam. الفصل الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة. قيس يسبلغن قسم، قيس يسبلغن قسم مش كسنة تنبيتش مسلسلة. واتفقوا أيضا على أن الأيمان منها لغو ومنها منعقدة. قسمنا يسبلغن قسم با، يسبلغن قسم با دب bunun da ispat geldi. Qasamning har qanday hisoblab turolmabdi mana. Bunun ispat kelibdi. لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الله تعالى سلا مقصد قماي قرق gapni og'zingizdan bundan deb qo'ygan maqsad qilmagan qasaminglar bilan sizlarni hisob olmaydi. Lekin rasmiy qasamni maqsad qilib endi bog'lagan, ko'ngillar shunda to'xtagan, maqsad qilgan qasam bilan undan sizlarni hisob oldi degan oyat. Ya'ni bir oyatda kasabat qulubukumma bu Araplarda, Türkler adet gap qilsa vallahi deb qo'yaveradi. Har bir jumla so'z qilsa bir vallahini deb qo'yadi shu. Bu odatda maqsad qilinmagan qasam. Lekin bu Araplarda rasmiy chinniyaga kelgan chaqda, ondan qasam deb qilsa o'shada qasam bo'ladi. To'g'rimi qasam qarshi tarafmi qasam rasmiymi shu. Biz ig'ir deb qaraydigan qasamni qilyapti degan ya kelgan chaqda u qasam bo'ldi. Bulmuş şu çağda vallahi de paşa resmi kılırım da kasem. Bu münakide, yemin münakide buldu. Vaktalafu fîmâ hiyel-lagû. Yani bu isap kılmaydıgan, kuruk yaptak ha. Lagû diye adette, şu kuruk yaptak, niyet kılmagan, maksud kılmagan sözdek bilmez. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها اليمين على الشيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه. Yani İmam Malik ile Abu Hanife asas köpçülük alımlar yemin lagı diyen mavada bunda bir kasamını görsüktün. Bir adam bir nas çok muşunda da uyla, muşunda da kasam kıyan bolsa o başı çıkıp kaptı. Mesela ben falan yedi köyde döktüm. Anlam başkalar qilib, yo'q u odam unday emasda paloniya deydi. Yo'q bu anda ashuni o'ylab qilib o'qishtirib masalan. Ko'ngilda zot ashida o'ylaydi ekan. Rastlab qasam qilibdi buni. Vallahi men bunda qilib ko'rganim shu deb qasam qilsa, lekin tekshirsa u ashuni o'xshaydigan odamga bu o'xshitib qolibdi ekan. Emas qolibdi. Bu anda yeminlar anda u amaliyotda unda unda yolg'on yoki unda boshqacha bo'lmada qasam qilmagan ekan. Bu hisob qilmaydi anda bu. Xato o'ylabdi ekan. La ibra bizannil bayyin xato degan qoida bor. Bu xato o'ylab qolgan ekan, u xatolik ma'lum bo'lganda hech kim vaqasi yo'q deb buni niyat qilmagan, maqsad qilmagan qasam doirasiga chiqarib o'tibdi. Bu qarash İmam Malik'nin, Ebu Hanife'nin, Thawri, yani Avza'i, Layth, Rabi'a, Qatada, Mücahid İbrahim Nakhi, hatta Sahabul Dumma, Ebu Hureyre, İbn Ömer, İbn Abbas, Abdullah ibn Abi Awfa, Ebu Malik degani sahabeler rivoyat qilgan qarash. İmam Shafi'i debdi, lag'ul yamin ma lam tanaqid alayhi niyya. Maqsad qilmagan, niyat qilmagan, odatda paranglashgan chaqda la vallahi ya vallahi la billahi deb bunda arablar paranglashganda deb qo'ygan so'zlar bor. Bunda maqsad qilmagan qasamlar yamin lag'uldi. Mimma yajri ala al-alsina bil 'ada min ghayri an ya'taqida luzuma. Odatda bu qasam deb
unda o'ylab qolmay bu so'zda og'zi ko'nib qolgan tariqada deydigan narsalar shu yeminlag'udir. Va hadal qawl rawahu Malik fil Muwatta an Aisha radhiyallohu anha. Bu so'zni Imom Malik Muwatta degan kitobda Hazrati Aishadan rivoyat qilgan. Imom Malik emas, Sahih Buxoriyda rivoyat qilingan. La yu'akhidukumullohu billahi fi aymanikum degan oyat va fi qawlir rajul la vallahi bala vallahi degan kelgan deb o'ylayman deb Hazrati Aishadan rivoyat. Aisha anamizning shunday qaraydi. Hamışı yeminlag'ida, İmam Şafi'i degandek. Endi a tarafda Ibn Umar, Ibn Abbas, Abu Hurayra, Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallohu anhular bor. Bunun sahabının qarışı. İmam Ahmad bu mushkili ahval lag'vi hisob qildi deb qaraydi. Sen degani nima lag'vi? Ma'ning degani nima lag'vi? Ishkili lag'vi zada. Hozir ikki xil narsani ikki taraf yemin lag'vi mushu birisi shu deb turadi-ku. Imom Ahmad ishkili lag'vi. Sen degani nima lag'vi? Sen mutog'ra deymiz. Endi sahabadan kelgan ekan Imom Ahmad balki sahabadan kelgandan men olma degan bo'lsin. Wal qawl al-awwal marwiyun an al-Hasan ibn Abi al-Hasan. Al-Hasan ibn Abi al-Hasan kimda? Maktabdan bosh chiqdi bir aqdim. Al-Hasan ibn Abi al-Hasan, Al-Hasan Basri. Hasan dedim gaza Hasan Basri bo'lganda. Shu Hasan demayamda dadasining kunisini deb qo'yibdi. U chaqdimi Hasan Basri bo'ldim. Al-Hasan ibn Abi al-Hasan Hasan bu Abu Sa'id kuniti. Abu al-Hasan dadasining ismi Yasar. Al-Hasan ibn Yasar deb qo'ydi ba'zida. Shu Hasan Basri. Xudlamda Ibn Shihabni Zuhri deb qo'ydi. Ibn Shihab deb Muslim ibn Shihab deb qo'ydi. Har xil ismni keldi-ku, shunga o'xshash. Wa Qatada wa Mujahid wa Ibrahim an-Nakhai yana undan boshqa Layth wal Awza'i wa Rabi'a. Mushlarning qarishi. Thawri ba yani boshqa ismini atagan sahabalarning qarishi. Va fi qawlun thalith. Uchinchi bir xil qarash bor. Va ay yahlif ar-rajul wa huwa ghadban. Qattiqlab g'azablangan holat qasam qilsa bu yeminlag'u bo'ldi degan ekan. Fa bi qal Ismoil Qadi min ashab Malik. Imom Malikning shogirdlaridan Ismoil Qadi mush qarashda bo'libdi. وإسماعيل قاضي كان محدث البصرة. إسماعيل بن إسحاق قاضي بغداد. أحكام القرآن معاني القرآن ديان كتبوا كان. 282 yılı Hicriyada وبطولة كان. İmam Malik'nin şagirdleri. Ne bir şagird buluşu mümkün ha? وفي قول رابع 4. qarashın babında dedi. وهو الحلف على المعصية. Günah iştim bizni kılman da. Vallahi mamanda falan urma. Vallahi zina kılma degende bunda günah qasam qilsa bu yeminlar bo'ldi. Chunki sen o qasam qilib uni qilmaysan da günah bo'lgan keyin tashlashing kerak. Davomga hisob qilinmagan qasam deb mushuni yeminlar deb qildi. Waruya an ibn Abbas mushu qarash ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinibdi. Abu Hanifa'ning qarashimi ibn Abbasdan rivoyat qilingan. Va fi qawlun khamis, ya'ni 5-chi bir so'zim bor ekan, qarashim bor ekan. وهو أن يحلف الرجل على أن لا يأكل شيئا مباحا له بالشرع. Şeriat mubah deb halal qilib qo'ygan narsa yemayman deb qasam qiladi o'ziga cheklab. Xuddi masalan ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallohu lak tabtaghi mardat azwaji vallohu g'afurur rahim. Qad faradallohu lakum tahillata aymanikum. Ashar yemayman deganda ayman dedimi demadimi? Navoniki halol narsa yemayman deb o'zingga harom qilavlashmi? Yemayman deb qasam ichishmi? Yamin deb atadi deydi. Yamin deb atagandan keyin bu xuddi bika so'zdek. Chunki shariat buni nima qilayotgandek. Shariat halol qilayotgan narsani sen uni harom qilib o'tmaysan. Rasulullohning safiyasi. Shuni qashdan birisi so'g'at qilgan asl bor ekan. Ko'zida asl bor ekan. Har chiysa Rasulullohga shu aslni ish ko'z ekan. Saz narsa bo'lsa shu navbat kelgan chaqda tayyorlab tasqan salbni qilmasmi? Navbat bilan chay damlagandek masalan. Qilgandan yaxshi kutib oladi. Boshqalar xabar topib, paloni o'ydim darsi bilan kutib o'qisa, Rasululloh bizga qarta nima bo'laqan muson deb kundash qilib, uni asta shuni tezdir o'tish uchun Rasulullohning ayollaridan chiqqaylan tutish ekanda. Sen qachonga chiysimi? Qo'ysin, nima yapsanlar? Xudodan samsaq turaydi-ku masalan. Sen hozirda baga berma nima? Endi bir o'simlikning nimasi turadi degan. Mening qachongacha shunda dey, oyinda qilib emas qiladilar degandek nima qilgandan keyin Hazrat Aishalar hafsiz kelgan o'sha tazoratda ishkellar shu. Uni qachisi nimaganda hozir bir xil turadi dedi. Ani qachini andar degan ekan, yo'q men unda g'alat biznesimidim. Safiyani qish shu asal ichganda. Axiran asal ichganligimda endi burab qolgan bo'ldi, asal yemayman-da deb asalni yemayman deb og'zidan so'z chiqargan. Bu yemayman degan nima unda odatda endi qilmayman, bunda qilmayman degan nima qasam deb qaradi demak Qur'on Karimcha. Ya'ni Alloh halol qilgan narsani yemayman deb
iste'mol qilmayman deyishim o'zi yemin demakchi. Yemin bo'lamdi, bo'lmamdi, bo'ladi. Nima uchun? Qur'oni Karimda shu yemin deb atagan. Shuning bilan bu yeminda kirdi, lekin bu lag'v demakchi. Alloh halol qildi. Halol qilgan narsani yeyman deyish bu hisob qilmaydigan qasam demakchi. Maqrashdan da mubah narsani yemayman deb qasam qilsa-mu yemin lag'v bo'ldi. Bu hukm yo'q demakchi. Bika gapdan iborat demakchi. والسبب في اختلافهم بهذا تلاشتاسن يمين اللغونا توقتشتكي تلاشتاس سبب نماسه والاشتراك الذي في اسم اللغو اللغو ديگن sözdeki iştirak degan to bir sözde neşil ma'ni chiqadigan bo'lsa söz mushtarak bo'ldi. Masalan ayn degan so'zga o'xshash, qora degan so'zga o'xshash, jon degandek. Lag'u degan nimani bildirdi bo'lsa, birisi unda paqdi, birisi ma'ni bildirdi degandek undan kelib chiqdi. Va dalika anna lag'u qad yakun al-kalam al-batil. Bika gapdilar buni. مثل قوله تعالى والغوا فيه لعلكم تغلبون يعني bu ayet وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون bu Mekke müşriklere Resulullah Kur'an o'qib islom tashviq qilgan chaqda shunday ekan siz bu Qur'on quloq solmay qalaymiqan kaskenmas varang uchun gapini qilib quruq parang bilan shu gapini bunda anglatmanglar ham anglamanglar demoqchi. Valgav fihi degene Kur'an o'qilayotgan chaqda ashunda quruq gap so'zlar ashunda qo'shib o'tinglar demoqchi. Misal lag'u degan so'z mana kalam batil. Biz yalg'ay yapidaq so'zlar, kaskan ma'nosi va ma'nosi ish qilib qanda parangni qilsanglar, varang shurun qilib, Qur'onni boshqalar anglatmay endi basirib qo'yinglar demoqchi. To'sqinlik qilish iborat. Va qad yakunu al-kalam alladhi la tanaqidu alayhi niyatul mutakallim. Niyat qilmagan so'z bo'lsa, bu lag'u bo'ldi deydi. ويدل على أن اللغو في الآية هو هذا آيات كم اللغو ديان söz munda niyet qilmagan söz degan ma'ni bildirdi deganligiga dalolat qilgan narsa shuki annadil yamin hiya diddil yamin munaqida va muakkada. Bu munaqida yaminning udulida ishlatilgan bu lag'u degan. Oyatda la yu'akhidhukumullohu bil-lagwi fi aymanikum va la yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman dedi. Nonkin yamin munaqida bu matarafda, yamin lag'u matarafda. Davomki munaqid degan shu ta'kidlangan rasmiy maqsad qilingan unda qasam bo'lgani ma maqsad qilingan qasam demakchi. Unda bo'ldi ekan tavajjaba yakunal hukmul mudal lishay'il mudad zid narsaga zid hukm kirish kerak. Yani ma va kaffarat qildigan va kaza bo'lgan qasam bo'lsa ma kaffarat kelmaydigan va kaza bo'lish kerak. Valladina qalu innal lagwa huwal hilfu fi ighlaq degan qattiq g'azablangan yoki majburlangan vaqtim. Ig'loqni g'adab deb tafsir qilganlar, ikroh deb tafsir qilganlar. Ularga yuqorida turgan va g'adban deb g'azablangan holatda qasam qilishdan iborat deganlar yoki shariat unga hech narsa vojib qilmaydigan qasam, hech qanday hukmi yo'q bir qasam deb qaraganlar, bi hasab ma ya'taqid fi zalika qawm فإنما ذهبوا إلى أن اللغو هنا يدل على معنى عرفي في الشرع. Bulan şeriatta ma'lum bir narsa maqsad qilingan urfiga aylanib ketgan ayrim bir ma'noni bildirdi debdi. Va yal ayman allati bayyana ash-sharaf fi mawadi'a ukhra suqut hukmiha. Bu bo'lsa shariat boshqa o'rinlarda uning hukmi tushib ketdi deb bayon qilgan qasamlar dedi. Bunun demek çoğunumda mesela la talaq fi iglaq dedi. Müşahidiste ve Abu Davud ibn Majah rivayet ediyor. Qat g'azablangan yoki yana bir ma'noda qat majburlangan, zo'rlangan holatda talaq qilish yo'q dedi. Ama bunda holatda talaq qilishning hukmini bekor qilyapti hozir. Unda qat g'azablangan chaqda, qat majburlangan chaqda qasam qilsa uning hukmi yo'q qilish kerak dedi. Bunda yani şeriat ma'lum o'rinlarda buni hukmini ko'tarib o'tgan qasam yaminlar bo'ldi. Hozir hukmini bekor qilyapti-ku. Talaqning hukmini bekor qilib o'tib bo'lsa g'azablangan chaqda bu qasamning hukmini albatta bekor qilgan. Unda uni g'azablangan chaqda yani qat majburlangan chaqdagi qasam yaminlar ekan deb qaragan. Lakin al-azhara huma al-qawlan al-awwalan. Lekin eng kuchli qarash boshqa sahobalardan rivoyat qilingan qarash shu. Ya'ni qawla Malik va Shafi'i radhiyallohu anhu. Imom Malik va Shafi'i shularning qarashlari dedi. İmam Malik va Abu Hanifa, Imom Shafi'dan boshqalar bor. Asas jumhur shu ikki qarashda. الفصل الثالث في معرفة الأيمان التي ترفع الكفارة والتي لا ترفعها. Qanda qasamlarni kapparatilar asti jo'shtirib keldi. Qanda qasamlarni kapparatni jo'shtirmaydi, ko'tarolmaydi. Al-masalatul ula ixtilafu fil ayman billahi al-munaqidati. Hamda rasmiy maqsad qilingan, niyat qilingan qasam bog'i iminlarni atrofga qarab qo'ydi hozir.
Resmi maksat kılınan kasem kille. Kasem zadımız da etraf kılınan kasem. Hel yerfa'u cemi'aha el-keffaratu. Aşın hemmisini zat keffaret kütürüt alamda şuna. Sevaun kâne hilfen ala şeyin madin. Ötep ketken bir işe kasem kıygan bolsun. Unda kıygantim, mında kıygantim ya unda boğantı dep kasem kıygan bolsun. Ennev kâne. Ötep ketken mında iş boğantı dep kasem kıygan bolsun. Kasem kıygan bolsam da emes çıkıp kaptı bu. Bize keparet veriş gerek mi? Keparet verse şundan işler tüzlük edemdi. Ve yelleti tu'rafu bil yeminil gamus mana. Bu yeminil gamus deb tunilgan qasam şu. Bu yemin gamus degan nima? Gamasa degan chumurishni bildirishni ama. Yani bu aş igisine günahqa ya doza otiga endi chumurutilgan ig'ir qasam degan yeminil gamus. Bu yeminil gamus odatda aş kabairning birisi. Al ishrak billah va qatlun nafs ve aklimalil yetim ve hukukul valideyn degan andın yemin gamus başlıyoruz. Qasam degan qasamning turi o'xshamaydi. Burunqi vaqtda, o'tmishda, o'tgan zamonda ma'lum narsani yolg'ondan unda emasda mandati deb turilish bu yemin gamus. Bu nima shunda deb turildi odatda? Ya bir odamni rozi qilish uchun, yoki bir odamga uzr etish uchun. Voy sizlarni tilg'allash men yo'qdim. Vallahi men yo'qdim deb. Voy men urib sanmadim sizlarni. Falan başka qilib uyg'ondim men umudum degan. Masalan, amaliyotda bor. Nima uchun anda odamni rozi qilish, uzr etish. Masalan, yoki vallahi men sendan pul olmadim, qarzini tiniblam turib. Men sendan pul olmadim. Sening umelingni men olmadim, ko'rmadim, bilmadim deb plan turib olganimda, tangan chaqda. Mushu yemin gamus. Yani musulmonning haqqini yeyilish uchun qilingan qasam. Yoki uzr etish uchun ya rozi qilish uchun qilib, birisini rozi qilish uchun كان قسم يمين غموس يعني أي يحلف الرجل على شيء وهو يعلم أنه كاذب özden yalğan çıkardığını bilip durup bir insanı razı kılış ya özre etip duruluş ya ki hakkını yiyiliş için kılınan qasam o yemin gamus oldu. Mesela kasamın işi yapmaya durup ne onda kımıdığını durursa o yalğanlık. O kazzap kıl. O mu ağır günah? Yalğancılık yapma ağır günah. Mümin qo'rqinchoq bo'lamdi, sabab bo'ladi. Bo'lib qolsa bo'lib qoldi. Bexil bo'lib qolsa, bularmi bo'lib qoldi. Bexillarmi chiqib qoldi. Lekin kazzab bo'lamdi, kazzab bo'lmadi. Ne adabtamda va zalika idza ta'ammada al-kadhib. Yani qasdan shu yolg'ondan aytda qasam qilsa demak. Aw ala shay'in mustaqbalan annahu yakun min qibal al-halif aw min qabl man huwa bisabihi falam yakun. Yani ne adabtamdim? Cho'qim menda qilaman, ya menda qildiruvdiman degandek bir qasam qilgan bo'lsa, unda qildimsa, mushu yemin gamus bo'ldi debdim. Yani bir sebebi degine xuddi mening buyrug'im bilan, ya meniki shu qo'lastimniki bilan menda qildiruvdiman degandek demak. Cho'qim menda qilaman, ya menda qildiruvdiman degandek. Turmuş soldurtma, uyağına çıkıp süzültme degende. Faqala al-jumhur laysa fil yemini al-gamusi keffaratun. Köpçülük alimler bu yemin gamusta keffarat yok. Bu keffarat bilan haldaşamaz bu. Tavuklar ig'irma bu. Yani keffarat yok olsa nima qilish kerak bunda yemin gamus qilib qolgan. Tavba qilish kerak, istig'for etish kerak. Bu keffarat deganda bunda bir azroq bir xatolik bir ish qilib, unda bir sakin bajilan tuzlatkil oldigan nimada. Bak unda tuzlatkil olgan faqat Allah kechiritib qolsa, sen qutulug'ing shu. Bo'lmasa chora yo'q deng. Wa innamal kaffaratu fil ayman allati takunu fil mustaqbal idha halafa al-yaminu al-halif. Bu dabto yemin gamus degan o'tgan zamondagi yemin gamus bo'ldi. O'tgan zamondagi voqea qarta. Mayada mustaqbalni deb qo'yibdi. Ama jumhur gamus degan o'tgan zamonda bo'lgan unda kaffarat yo'q. Kelajakda bunda qilaman deb unda qilmay qolsa, unda kaffarat keldi. Bu adat yemin gamus bo'lmaydi. Adatga yemin bo'ldi. Va mimman qala bi hadha al-qawl Malik va Abu Hanifa va Ahmad ibn Hanbal. Jumhur bunda deb qaraydi. Va qala Shafi'i va jamaa, İmam Shafi'dan bir grup olimlar, yani jamaa deganimiz jamaa min at-tabi'in, ba'd at-tabi'in. Yecib fiha al-kaffar, yani yemin gamusmi kaffarat vacib bo'ldi, turib oldi. Yani kafaret vacip buldu diyen nima? Tusqitul kaffaratu al-isma fiha kama tusqituhu fi gayril gamus. Adet qasamna kaffara juyutdi. Kaffarat degan juyutilgan narsa degan bo'ldi. Yemin gamusni juyutdi deb turib. İkisi o'xshash. Yani kaffarat bersan sen uning gunohidan qutulib ketalaysan. Xudoning buyursa degan qasam kirandi ya. Ya qasam. İnşallah diyen sözdü ki alda. Orada hazır bir xil iqim paydo bo'libdi. Va Qashqarda balki. O'tgan zamonda bunda bir qilg'ashni ta'kidlash uchun qasam qilganda inshaalloh bunda qilgandan deb turibdi. Bu g'alati bir odatda.
Bu yeni chiqqan bir yo'qda bu. Mush yaqinda mush yosh bolaning o'tirib undagi gap paydo bo'ldi. Men hayron qoldim. O taradallimi, ishimni o'qib buldimmi? Inshaalloh o'qidim. Men cho'qim o'qib buldim bayatın demoqchi. Bu so'zni alaqa o'rnida ishlatmay, boshqa so'zni boshqa ishlatishdan iborat. Bu ta'kidlamoqchi, muakkad holatda vallahi o'qib buldim demoqchi ekan-da. Lekin inshaalloh degandan shunda qattiq ta'kidlash so'zi degan tariqada ishlatilgan. Va sabab ixtilafihim muaradatu umumul kitab lil athar. Qur'on Karimning umum oyatlari hadisga zid kelib qolgandek ahvol bor edi. Kama tasqutu fil ghamus ya. Fi ghayril ghamus. Tusqitu kaffaratul ithma fiha kama tusqituhu fi ghayril ghamus. Wa dalika qawluhu ta'ala, yani Qur'on Karimning umum oyatlari qanday? Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fa kaffaratu man ayman dedishma, an kaffarat dedizg'a. Yemin olgandan buning kaffarati bunda olsin. Bumi yemin, buning kaffarati bo'lishi kerak. Kaffarat bilan shunda tugab ketish kerak bu deb turibdi. Tujibu an yakuna fil yamin ghamus kaffara. Mush oyatma yamin ghamus kaffarat ba kaffarat bilan hal bo'lib ketadi deganni ko'rsatdi. Likawniha min al ayman muaqida. Yamin ghamus yaminmi yamin emasmi yamin. Undan keyin kaffarat bilan hal bo'ldi bu debdi. Va qawlu sallallohu alayhi vasallam man iqtata'a haqqan ra'in muslimin bi yaminihi harramallohu alayhi al jannata wa awjaba lahu an-nar. Mana yamin g'amusdan ig'irliqan bunday aytdi. O'zining qasami bilan bir musulmonning haqqini julilish uchun, yeyilish uchun mana qasam qilib qilsa, Alloh uni jannatni harom qilib o'tib, do'zaxni vojib qo'ydi. Bu hadis nimani bildirdi? Yujibu annal yamina g'amus laysa fiha kaffar. Kaffarat bir desam-u do'zax vojib bo'lib ketadi. Unda bo'lgan kaffarat qilmaydi demakchi. Buxoriyda gazeta man halafa ala yamin sabrin wa huwa fiha fajir لقي الله تعالى وهو غضبان. ولكن للشافعي أن يستثني من الأيمان الغموس ما لا يقتطع بها حق الغير. لكن إمام شافعي yaptan da yemin g'amusdan majistig'o bir musulmonning haqqini yeyilish degan gap keldi. Musulmonning haqqini yemaydigan masalalarda qasam qilsa, u buning sirtiga masala deb turadi. Bu bir xil zohirlikni qildim. Va vallazi warada fi nas. Ana hadis nima keldi? Iqtita ma'lum muslimda keldi. أو يقول إن الأيمان التي يقتطع بها حق الغير قد جمعت الظلم والحنث. يعني من دار ترولش ممكن. Başkalarının hakkını yıvaldığan qasamlar bu ikki narsani o'z ichiga olgandir. Birinchi zulm, ikkinchisi ondan yolg'on qasam. Shunama fawajaba alla takuna al-kaffara tahdimul amrayn. Doim kaffarat bu ikkili gunohni, ikkili ig'ir narsani yuyitanmaydi, bo'lish kerak edi. Tan yuyitanmaydi. Aw laysa yumkin fiha an tuhdama al-hanfu dunadun. Yoki qasam qilib, qasam xato qilsa, yolg'on qasamni tumg'anlik jihatdan, ya yolg'on qasam qilganlikni yutib qasimi, uni yutib, zulmni yuyolmay qilish bu muqamlashmaydi dedi. Ya ikkisini yuyish kerak, ya yumaslik kerak bo'ldi dedi. Yana rafal hanfu bil kaffara inma huwa min bab at-tawba. Chunki qasam joyida qilmaganlikdan, qasam tumg'anlikdan, yolg'on qasam qilganlikdan bu kaffarat bilan uning gunohi ko'tarilib ketish bo'lsa, bu tavba doirasiga kirdi. Chunki bu tavba qildi hozir. Tavba qilganda kaffarat berdi. Undan keyin bu hins masalasi bunga yuzilib ketish kerak. Walaysa tataba'adu at-tawba fi adh-dhanb al-wahid bi'aynihi. Undan keyin bir gunohda ma'ning bir qismi yuzilib ketdi hozir. Kaffarat ayni. Ma'ning bir qismi yuzilmay qoldi, zulmning haqiqat qoldi deb bunda degilinmaydi. Yuzilsa, yuzilib ketadi, bo'lmasa shuna qilib qoldi demas. فإن تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه جميع الإثم. Ondan keyin tavba qilsa, ham haqni haqqini qaytarsa, yivagan haqni, u chaqda hamma narsa bir butun yuzilib ketgan bo'ldi deb turibdi. Lekin Imom Shofiyning bu qarshi ojiz endi. Jumhurning qarshi shu to'g'ri. Ko'pchilik jumhur shu nimani dalil keltirgan. Innallazina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalilan. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun azim. Demek bu oyatda shu yeminga munosib hukmni hammani bayon qilyapti. Buning ichida kaffarat bormi? Yo'q. Kaffarat bayon qilgan yeminlar u yerda kaffarat nima? Uning siz manda qilsangiz, mana hal qilib o'tsangiz kaffaratning hamma hukmini bayon qilib qo'ygan. Lekin bu yerda mush aymanning hamma hukmini bayon qildi, lekin uning ichida kaffarat bormi? Yo'q. Davom ekan kaffarat bilan yurmaydi debdi. Yana jumhurning qarshida bu yemin g'amus degan g'ayri munaqid degan. Ama İmam Şafii bu mu yemin deb turoldi-ku? Ba jumhur ya yemin emas bu. Yemin deb ayda yolg'on qilganlik uchun bu yemin bo'ldi, lekin amaliyotda bu yemin emas, bir yolg'on gapdan iborat. Chunki uning bilan birisini haqqi birisiga tegishli bo'lib ketmaydi dedi.
Munaqid emas bu. Munaqid bo'lsa, mushu qasam bilan ma narsa ma'lum bo'lib kesildi. Ana u narsa uni bo'lib ketamda amaliyotda unda bo'lmaydi. Asli egisidan bo'ldi. Unda deb turardim jumhur. Yani bir hadiste vel yeminul fajira tada'u diyara bala ta'dab kelgan. Bu sunan kitaplarda rivayet Bayhaqi rivayeti hadis bo'lishi mumkin. Ve la'nul mu'min ka qatlihi. Yeminul fajira tada'u diyar balaqa degan mush yolg'on qasam ziminni butun xonavayron qilibdi. Xuddi buning ma'nosi yolg'on qasam qilgan kishi, bu yolg'on qasamlar shu bayulayani qaqning haqqini yevalay, pulim jiqroq bo'lsin deb qildi-ku. Mush qasam qilgan kishi oxirida pul moldan ajrab namratlashib ketadi degan ma'no. Jumhurning kuchliroq dedi o'qishnama, yamin g'umusdan kaffara yo'q. Tavba istighfar qilishdan boshqa chora yo'q. Bu ig'rini gapim bor. Chunki Buxoriyga desa al-kabair, al-ishrak billah, huququl validayn va qatlun nafs wal yaminul ghamus deb kelgan. Yani bir oyatda va la tattakhidu aymanakum dakhalan baynakum. Ya sizlar qasamlaringlarni o'ttiringlarda bir-biringning haqqini yeyoladigan hilimkir, suiqasd, xiyonat quroli qilib olmanglar degan. Dakhalan baynakum. Al-mas'alatu ath-thaniya واختلف العلماء في من قال أنا كافر بالله أو مشرك بالله أو يهودي أو نصراني برسم من دا قيغم بوسم من كافر وقبتاي أنا كافر بالله توياك من دا دبتن برس إشان درشان قلدوغان من دا قيسم من دا كافر وقبتاي من دا قيغم بوسم كافر وقبتاي من دا سوزا ثم يفعل هذا ما هو كليشكتن مسيكين من دا قلدغم بوسم من دا وقبتاي دمكشيك من دا ötmüştün kendisek yemin gomuz da zikir ketti Andı bu munda kılıdığan boğazam dap durup andıken şu işini kıptı. Buna keparat bağımı yok mu? Keparat kilemdi kemmamda demek. Emniyetten de bu ma kıyan gibi çatak yapma. Çatak yapma bu İslam andı bu şu. Kasam hesaplamdı bunu hesaplamamda demek. Kasam hesaplansa o çağda keparat dikkat de. Kasam hesaplamasa çünkü sen İslam'a zıt bir gap kıldın. İslam itiraf olmaz bu gapını. Lazım bu kasam hesaplamamda o. فقال مالك والشافعي إمام مالك والشافعي ليس عليه كفارة ولا هذه يمين بو قسم المس بدون كفارة كما يدود وقال أبو حنيفة هي يمين أبو حنيفة بو قسم وعليه فيها الكفارة بدون كفارة كما إذا خالف اليمين إيش كان قسم ده تومسا حين صلدوا وجهدا كفارة كما وهو قول أحمد بن حنبل أيضا وإمام أحمد مقارشة بيات هذا سؤال هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة أم ليس يجوز؟ يا دا شو hürmet var الناس ulug nas Allah qasam qilsa jaiz mi yoki faqat Alloh bilan qasam qilishmi? Birinchi dastlabda biz bayon qilgan masala yechitishlarda. Summa in waqa'at hal tanaqidam la ma'qul ashunda nas bilan qipti deydi. Allohdan boshqa shunda cheklangan bir so'zlar. Bu chog'da bu qasam bulamdi, bo'lmamdi. Hisoblanamdi, elinamdi. فمرى أن الأيمان منعقدة عن التي هي بسياق القسم إنما هي الأيمان الواقع بالله عز وجل وبأسمائه عند حساب الله قسم الله لن يا الله صفات بالله فلان قسم شو دب قرق الله يعني شريعة قسم مش لم بولت باش قسم بميت الله وقسم بس ونن كفارة يقتده ومرى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال فيها الكفارة إسلام شريعة ولو دب قرق الله ناس لن qasam bo'laverdi deganlar uni kaffarat var dedi. Endi bu yerda ulug'dab qaralgan narsa nimaligini ko'rsatadi. Ya'nal hilfa bit-ta'zim kal-hilfi bi-tarki at-ta'zim. Chunki ulug'lab qasam qilish degan ulug'laydigan narsani ulug'lamay tashlab qo'yish bilan qasam qilish o'xshaydi dedi. Va dalika annahu kama yajib at-ta'zim yajib alla yutrak at-ta'zim. Xuddi ulug'laydigan narsani ulug'lash kerak bo'lgandek ulug'laydigan narsa ulug'lamay tashlab qo'yishmi chataqlash. Yani tashlamaslik kerak. Ulug'laydigan narsani ulug'lashni tashlamaslik kerak. Fakama anna man halafa bi wujubi haqqillahi alayhi lazimahu. Xuddi masalan Allohning haqqi bilan gadini bor deb qasam qilsa, shu gadiniga o'rnab ketgandek vojib emas, ya qilmayman deb qasam qilsa-mu, yana gadiniga vojib bo'lgan bilan o'xshashdi. Hadisdan lazımda men halafa bi gayri millatil islam fahuva kema qala. Nima? Buxoriyga ismi. Fahuva kema qala degandan ashunda bo'lib ketdi degan ma'no chiqdi. Ya'ni shu ana yahudi degan bo'lsa yahudi bo'ladi. Ashishni qilsam yahudi desa, ashishni qilsa yahudi bo'lib ketdi. Yoki ba'zi olimlar bu bir xil tagliz, qo'rqitish, tarhib qilishdan iborat deb tushundirish mumkin. Ikki ehtimollik bor. Ya'ni bir qo'rqitishdan iborat. Herkes bunda deb sanmaydi. Lekin uni kafir bo'lib ketmaydi deyish mumkin.
Bu hadisning lafzida favva kama qala. Voy degandek, endi Yahudi Nasrani bo'lib ketdi. Yani bu çarçaklığa iş emas. Qasamni vallahi deb qilsin, bakamda o'zini bunda xatarlik avvalgan uchun duch kelib tursa, bakam yo'liq tursa, xatarlik. Yani bu ona nadallıqdan bayramda bu gapni. Qancha ig'ir ish olsa unda demas kerak. Kafareti şu qasam ishganlik uchun juda kafaret. Hadiramda qasam bo'ldi degan ahvolda biz unga kafir bo'lib ketish bo'lib qolgan bu aqida masalasiga ayol o'tib ketmaymi? Fiqh darisida hozir bu qasam bo'lib buni kafarat kelib shundan bu juyilib ketamdi. Yoki bu tigdan zar qasam masalan bir gunoh gapni qilgandek bo'lamdi. Buni tushunsak, amaliyotda Imom Ahmad bilan Abu Hanifadan qarash kuchli chiqadi. Nima uchun? Ma hadisdan man halafa bi g'ayri millat islam fa huwa kama qala dedimi? Man halafa dedimi? Qasam sading. Qasam deb otadimi, otadimi? Qasam deb otadi. Undan qasam bo'lgan bo'lsa bu kafarat bo'lish kerak. İmam Şafii'la ya qasam emas deb deydi. Lekin bu qasam. Bunisi kafirlama qasam qilib turibdiga, laqa munofiqlar. İttaqadu aymanam jinnatan fasaddu an sabilillah. Ya kafirlik qanday qasam qilibdi? Endi chata qasamni qilibdi. Lekin aymanam dedi. Qasamlarni endi dalda qilib oldi, endi qasamlar orqali musulmonlarni o'zini qo'llab turib oldi dedi. Al-mas'alatu thalitha واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست إقساما بشيء. Miyada bir narsa bilan qasam qilish emas bu. Ammo qasamdek bir narsa bu. Misol bu bunda bir masala bor. Ko'pchilik olimlar bir narsa bilan qasam qilish emas, lekin qasam deb qaraladigan narsa bor debdi. Taxruju makhrajal ilzam al-waqi bi sharti min ash-shurut. Ma'lum shart bilan mulzam bo'lib ketilgan holatda ashunda talaffuzda deyilgan bo'lsa dedi. Mesela en yekulal qail in fa'altu kaza fa'alayya mashun ila beytillah. Men bunda qilsam bo'lsam Allohning beytiga minib berib haj qilaman degandek. Aw in fa'altu kaza va kaza fa gulami hur. Menda qilib qolsam mening qulim azatulab ketgay. Ya ayolim taloq olib ketgay deganda. Annaha talzamu fil qurab. Bular debtanda bu taat ibodatni qilaman deb. Bunda qilsam menda taat ibodat qilaman deb qolsam ashuni qilish kerakdir. Bu xuddi nimaga o'xshaydi nazr. Ammo nazr bo'lgan bilan shuni ayman bo'lib qoladi. Ayman hisoblaymiz degan gap bor. Va fima idza iltazama al-insan lazimahu bish-shar', misl at-talaq wal-'itq. Yana masalan inson o'z ustiga ilova shariat bo'yicha bu shu gardinga yuklanib ketadigan narsa. Masalan taloq bilan itq. Masalan manda qilgan bo'lsam ayolni taloq dedi. Manda qilgan bo'lsam g'ulami hur dedi. Bunda deganiga ashishni qilsa endi bo'lib ketadi. Ayol taloq bo'ldi, quli azat olib ketadi. Mushmanda bir xil qasam desak, mushondami bu jumhur bunda bir qasam bor dedandi. Ko'pchilik olimlar. Az bir qism olimcha qasam emas bu nazr bu deydi. Ham jumhur bu qasam deb qarab, buni kafara qilam deganmanda deb qopdi. Chunki qasamga dal tushmaydi-ku bu. Navani kafara qilam emasmi deb qarab. Fadhaba Malik, Imom Malikning jumhur hamda ila an la kafarat fiha. Buni kafarat yo'q deb qarabdi. Va annahu illam yaf'al ma halafa alayhi asima wa la budda. Agar u qasam qilib bunda qilaman degan ishni qilmay qolsa, gunohga cho'qim bo'ladi, lekin kafarat kelmaydi debdi. Wa daba Shafi'i va Ahmad va Abu Ubayd va g'ayruhum ila anna hadha al-jins min al-ayman fiha al-kaffara. Bunun kafarat var. Yani bu bir xil yemin, bunun kafarat bor. Faqat lam taloq bilan atqid yo'q debdi. Oyunda bo'lib ketdi. Ayishni qilsa, so'ndan taloq bo'lib ketdi. Atq bo'lib ketdi dedi. Bu kafaratlar bilan g'achida ishni o'ngshilish yo'q dedi. وقال أبو ثور يكفر من حلف بالعتق. أبو ثور دبتanda bunda ishni qilib qolsam qulim azat bo'lib ketgay deb anda yemin qilgan odam, qasam qilgan odam debdi. Qasam deb qarab buni kafarat bir o'tdi debdi. Va qavli Shafi'i marbiyun an Aisha radhiyallohu anha. Hazrat Aisha bunda deb qarabdi ekan. Va sabab ixtilofim hal hiya yemin annatamana. Talashdan sababi nima? Bu qasammi, nazrmi bo'ldi? Qasam deganlar uni kafarat vojib bo'ldi. Chunki Alloh taolo fa kafaratu it'am asharati masakin dedi-ku. Ma aqattumul ayman dedi. Davonki shu kafaratning umum nisbi kirib ketdi. Va man qala inna min jinsin nazr deganlar, ya'ni nazr degan shariat mushu o'z ustimga olaman deb mayda kirib chiqqan bo'lsam, o'z ustimga yuklandi deb qaragan narsa nazr. Qala la kafarat fiha. Uni kafarat yo'q, chunki nazr degani kafarat kelmaydi. Lakin ya'suru hada alal maliki. Lekin bunda desak Maliki mazhabga nisbatan manda deyilish ta'sir qamlashmaydi, ya'ni bu tushmaydi. Chunki bular bu nazr deb atamay, yemin deb atavagan.
Nazir deb atagan bo'lsa, bu nazir bu deb turvasi bo'ldi. Lekin bu yemin deb atavilib turib, bu yemin emas, nazir deyapsan, bu qilmashmaydi. Hozir yemin bilan nazirning o'ttirimida ikkisi oraliq yaqinlashib qolgan bir doira bu. Lekin unda mazmundan qarasa bu yeminga o'xshash, lekin siyg'isi qarasa bu nazirga o'xshash. Lekin bu olimlar ikki xil qarash bo'lib qoldi. Siyg'a qizilning siyg'alari yo'q bo'ldi. Ya, vallahi bu degan gap yo'q. İltizam ma'nosi bor, iltizam siyg'isi bor. Alayya masalan. Lekin la'allahum balki Maliki mazhabdagilar buni ayman degina bunda bir tajovuzdan atab qo'ygan bo'lishi mumkin. والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيمانا. عند حقيقة أن البيسا لغات معنسة اللي بيتقن تشغدا بو شكل دكي مش سوزلانه يمين دب أتسق بو مايدو دي لغات رب يمين دي نمتاش الله ولان دب أندا بر أولوغ ناسن دب ترب نقلش لغان دكين بو يمين بو ماسكرة فإن الأيمان في لغة العرب لها صيغ مخصوص منا عرب تلدا قسم ديگننكي مخصوص صيغ والله بالله تالله ديگن وإنما يقع اليمين بالأشياء التي تعظم منا قسم degan ulug'laydigan eng ulug' deb qaralgan narsalar bo'lgan narsa. Walaysa sigat shart ya sigat yamin. Bayatan so'zlar kelgandek manda qisam manda, ya'ni ma shart siyg'isi o qasam siyg'isi emas. Famma hal tusamma aymana bil urf shar'i. Endi lug'at tarafdan o yamin deb atalmaydi ekan, atsak bo'lmaydi ekan. Yani shar'iy ma'noda ilib aytsa, buni yamin deb atsak bo'lamdi, bo'lmamdi. Yani bunun hükmü, yeminning hükmünü alamdı. Bunda tekşif qilish kerak. Bunda ehtimollik var demek. İyi nazar. Ve zalika çünkü ennehu qad sabata ennehu sallallahu aleyhi ve sellem qala keffaratun nazr keffarat yemin. İmam Müslim rivayet qilgan. Keffaratun nazr keffarat yemin. Nazrning keffarati qasamning keffarati dedi. Lekin bu yer yemin deb atımida, ammo keffarat qilganligi jihatdan hukmi o'xshash dedi. Degandiki, o chaqda shariat ikkisini bir qatorda sanabdi buni. İkisini hükmü o'xshashgan. Yemin deysek bo'ldigan-go degan ma'no chiqib qoldi dedi. Lillahi alayya sawmu kaza deb tumas. Ya imtihonda o'tsan bir qo'y qurbonlik qilaman. Ya bir oy ro'za tutaman dedi. Yani bu imtihonni o'tab bo'lgan ekan. Bu bir oy ro'za tutmadi. Ya bir qo'yni qurbonlik qilmadi. O chaqda qanday qilish kerak? Kaffarat yemin beribdi degan. Kaffarat yeminni ta'ama sharti masakin au kismatum. Nima? May ingilizlar ekanmi? On miskinga 10 taslamini pasang tugidi. Lekin bir oy ro'za tutgan tas, ya bir qo'yni bo'g'izlash tas. Mushahidisning nimada oyinda ma'no chiqaram. Cho'qim munda qilma deb o'ziga bir ibodatni bir yaxshini ustiga ilgan bo'lsa, ki uni qilmadi. O'cha qanday qilish kerak? Kaffarat yeminni berib turdi. Bunda bo'lganki, buni o'xshash bo'lganki, yemin qatorida sanoatlik masala chiqdi demakchi. Va qala ta'ala lima tuharrimu ma ahallallohu lakum. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لبك رسول الله نك ما أنت بنك أسل إماما ندغى أسل إسماما إماما دده شو دقينا نادر ندبتا bu bir iltizam bu iltizamni yemin deb atadimi Qur'on Karim hadisda kaffaratni kaffara yemin dedi demak ma oyatda buni yemin deb atadi bu hukmi o'xshash dedi mana undan keyin buni yemin darsiga tartib etsak bo'ldi ekan-go degan ma'no Navohida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keyin yavri kaffarat bergan shu va kaffara yemin deb hadis fazahiru adamana aniq chiqib turgan narsa nima annahu qad summiya bish-shar'i al-qawl alladhi makhrajuhu makhraj ash-shart aw makhraj al-ilzam duna shartun wa la yamin mushundan ko'rinib turdiki mana shariatda shart tariqasida aytilgan so'z yoki ilzam tariqasida aytilgan so'z shart bo'lmasmi ilzam tariqasida aytilgan bo'lsa qasam qilish bo'lmasmi bu chaqda nima deb ataldi yemin deb ataldi تحلة أيمانكم ندغوا يمين دب أطالدم أطالدا فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا المجرى إلا ما خصص الإجماع من ذلك مثل الطلاق طلاق تا إجماع واكن شو مشين ذات يمين دب أطايمز دقلمو طلاق نتشكر وتغوا بنو سلطة bunda taloq masalasida bunda emas. Ba'zi aytqinma chiqadi, lekin taloqni emas chiqarganday. Davom ekan, taloqning boshqa ahvolda bu chaqda bunda kaffaratlan masalalar bo'lib ketadi deb qarasak bo'ldi. Yemin deb qarasak bo'ldi debdi. Mushunga o'xshash, mush tariqada deyilgan so'zlarning hammasini bir qatorda sanatsak bo'ldi debdi. Fazahirul hadis. Mana chunki hadisning zohiri mushi tariqada kelgan deydi. Fazahirul hadis yu'ti anna an-nadra laysa bi yamin. Hadisning zohiridan nazr degan yemin emas, lekin hukmi o'xshash degan ma'no chiqdi, tamam? Endi oyat
Buna indida yemin dedi. Şuna o'xshash so'zni yemin dedi oyatda. Va zahaba Davud va ahli zohir. Endi Davud bilan Zahiri mazhabdagilar Ibn Hazm masalan. Bular ila annahu laysa yalzam min mithli hadhihi al-aqawil al-kharija makhraj ash-shart illa ma alzama al-ijma' min zalik. Bunda hech gap bo'lmaydi deb turibdi. Yani şart tariqasida aytilgan mush so'zlar buningdan unda kaffarat vojib bo'lmaydi. Faqat ijmo kelib, ondan ijmo shu munda buldi degan bo'lsa, bo'ladi. Bo'lmasa unda ilzom qilishga dalil yo'q deb turadi. Dadalkanna laysa binudur, talzam fiha nazar. Chunki bu nazr emas debdi. Nazr vosita, nazr vojib bo'ldi buni. Wala bi ayman. Qasam emas. Qasam bo'lsa-dan kaffara ko'tarishdi. Kaffara ko'tarish uchun qasam emas. Ado qilish vojib bo'lsin, nazr emas. Bu boshqa bir narsa bu. Falam yujibu ala man qala in fa'altu kada va kada fa alayya al-mashy ila baytillahi mashyan wala kaffar. Masalan, manda ish qilib qolsam, men Allohning baytiga minib boraman, ya'ni minib haj qilaman deganlarga minib berish kerak yoki kaffara berish kerak dema. Minib berish kerak bo'lsa, nazrni ado qilgan bo'ldi. Kaffara esa qasam bo'ldi. Bi xilaf ma law qala, amma aksicha manda deb qolsa alayyal mashyu ila baytillah. Awa baytin manda qilsam, manda qilaman degandir, shunami? Bu shart siyg'isini olgan. Hozir ma nazrning siyg'isi qanday desa, alayyal mashyu ila baytillah degan manda siyg'a. Chunki mana hammalarning qarshida bu ittifoq kelgan holda bu nazr bo'ldi. Hali gapning oldi kelsa o'xshamaslikdan kelib chiqdan. Vaqad qala man nadara an yuti'a Alloh falyuti'hu. Kimki Alloh taolaga itoat qilish uchun taat ibodatni nazr qilgan bo'lsa, itoat qilsin. Va man nadara an ya'siyahu fala ya'sihi. Kimki uni osiylik qilaman deb nazr qilgan bo'lsa, Allah Taala asilik qilmasin. Imom Buxoriy rivoyat qiladi. Fasababu hadal xilaf fi hadil aqawil allati takhruj makhraj shart. Mana shart siyg'isi bilan aytilgan mush so'zlardagi talashlarning sababi bu qasam daris kiramdo, nazr daris kiramdo. Ya qasam emas, nazr emas, boshqa bir xil gapmi bu? Fata'ammal hada nimani bildirdi? Fata'ammal degan so'z intayin inchki bir o'rin bu. Chunki qattiq diqqat qilib o'ylanib boqing. Fa'innahu bayyin inshaalloh. Endi qattiq o'ylansang u oshqashkari mana aniq ko'rinib turdi. Zohirinmi buni to'g'ri bo'lishi mumkin. Bu bir xil shariat unda bir belgilash kamiga ahvol bo'lgan ekan balki. Bunda hech nima yo'q desin bu. المسألة الرابعة اختلف في قول القائل أقسم أو أشهد إن كان كذا وكذا هل هو يمينه مثلا برسه من دا بلدغم بلاب قاسا من قسم قلما Manda bulduğum bulab qalsa, qasam qilma, guvohlik berma debdi masalan. Billan qatmay turib. Billan demadi. Hozir masala shu. Allohning ismini atmabdi bu. Lekin qasam qilaman debdi. Guvohlik berman debdi. Ahlif debdi masalan. Ahlif, uqsim, ashhad debdi. Musho qasam bo'lamdi, bo'lmamdi. Allohning ismini atmadi bu qasam emas deb turalamdi. Yo'q, Allohning ismini atash bormi shahada. Uqsim degan, uqsim billah degan bo'ldi demdi. Ala talata aqwal, faqila innahu laysa biyamin. Bir qarashda bu qasam emas. Bu Imom Shafi'ning ikki so'zining biri ekan. Imom Shafi ikki xil so'zi bor ekan. Buning biri bu qasam emas debdi. Yana bir so'zda qasam debdi. Ma birinchi so'zda Hanafi mazhabida Zufar shuni tutdi. Ikkinchi so'zni Abu Hanifa va sohibin ikkinchi so'zni debdi. Shu qarashda ekan. Waqila in aradalloha biha fa huwa yamin. Allohni maqsad qilgan bo'lsa uqsim degan so'zdan yamin bo'ldi. Allohni maqsad qilmasa u yamin bo'lmaydi debdi. Bu mazhab Malik. Imom Malikninki qarashigan Imom Ahmadning rivoyat qilgan bir qarash. Imom Ahmad qasam niyat qilsa, qasam bo'lib ketadi. Qasam niyat qilmasa, endi ikki xil qarash bor. Bir qarashda qasam bo'ladi, bir qarashda qasam bo'lmaydi. Ham bu yerda talashdan sababi hal al-mura'a i'tibar sigatullah biyada e'tibor qildig'ini, riyoya qilingan narsa bu yerda siyg'ini chiqarsa endi qasam bo'lamdi, yo siyg'a kamroq qilib shu maqsad unda bo'lsin bo'lamdi. Ma'ni jihatdan mazmun tarafdan shu qasam mazmuni bo'lsa bo'lamdi. Qahlan odatda uqsim billahi uni uqsim deb ishlatilgan bo'lib qolsa, yoki niyat maqsadini bu yerda tamana e'tibor sigatullah lafzning siyg'isiga istilag'illah bu qasam emas. Chunki bu yerda qasam qilingan narsa, Allohning ismi ataldimi? Yo'q, atalmadi. Endi urf odatdan uqsim billahi o'rni uqsim deb ishlatish bor deganlar bu qasam debdi. Endi bu lafzda mahzub bor, mahzub bo'lmay chora yo'q bunda. U bo'lsa uqsim deganda uqsim billahi degan gap bormish. Va man lam ya'tibir hadayn al-amrayn, ikkilisini hisob qilmay, niyat bilan ko'z tutganlar bo'lsa, niyat bilan ko'z tutganlar kimda Imom Ahmadda shunama, ya Imom Malik masalan. Bular
niyetga qaraymiz endi. Niyat qilgan bo'lsa-da, niyat qilmaymiz bunda. İz kana lafzu salih lil amrayn. Chunki bular zahir niyat qilganga-mo, niyat qilmaganga-mo yaraydigan ikki ehtimollik bor edi. Bularni ayirib o'tibdi. Niyat qilgan bo'lsa-da, niyat qilmagan bo'lsa-da. Lekin bunda İmam Abu Hanifaninki qarashi ochiq qushliq. Chunki Qur'onga nurg'un yerda qasam so'zni akilib, lekin qasam qilingan zotning gapini qilmagan ahvol bor. Masalan, id aqsamu la yasrimunha musbihin va la yastasnun dedi. Aqsamu billah demadi. Yani Allah'ın ismi qasam demakchidir dedi. İza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Andan ittahadu aymanahum. Nashhad dedi yani. Lekin nashhadu billah dedi ma demedi. Peki aşın ittahadu aymanahum da şunun aşınlarının degan so'zni qasam dedimi deb bilmi? Qasam dedi. Yana Abu Bakr radhiyallohu anhu unda degan aqsamtu alayka ya Rasulullah la tukhbiruni billazi akhtatu. Yani la tukhbiranni billazi akhtatu. Rasulullah bir şükürep Qazın tabir verirler yani Abu Bakr men bir baqay deb tabir vergan. Tabir vergan ekan Rasulullahga ba'zini to'g'ri topding, ba'zini xato ketdi degan ekan. Abu Bakrga aqsamtu alayka ya Rasulullah la tukhbiranni billazi akhtatu. Desa Rasulullah la tuqsim ya Abu Bakr. Demak, o'sha aqsamtu alayka dedi. Aqsamtu billahi dedi mana demadi. Undan keyin aqsamtu deganda qasam qildim dedi mana. Qasam bulardi dedi. Rasulullah qasam qilmadi dedi-ku. Uning qasamini hozir hisob qildi ashara. Undan Abu Hanifaning qarashi qushloq. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.